bugun bozor zo'r bo'ldi, qo'l-qo'lga tegmadi, korobkalar pulga to'ldi deyman. Shunda dadasi bozoringiz yaxshi bo'lgan bo'lsa, 2 dona gril olib keling deysiz. Qani onam nimadir kellar. Xo'p, ertasiga deydi, haqiqatda bozor yaxshi bo'lsa deydi. Ertaroq shuni qilmagan ekanman deb uyga kelib xotinga maqtanib, "Xotin, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi" deb desam, xuddi o'rgatilganda dadasi, agar bozoringiz yaxshi bo'lgan bo'lsa, 2 dona gril olib keling dedi. Onamga deb qarasam, ko'zlari yalt qildi-da, "O'g'lim, ha, agar bozoringiz yaxshi bo'lgan bo'lsa, biror shiq to'rg'ama shashlik olib keling. Qandaydir tilim yuchiga ta'mi kelib qoluvdi." Tashqariga chiqib dod-deb yig'ladim, "Qoraka, ha? Qirqqa kirayotgan bo'lsam, biror marotaba onam shashlik yegim keldi, o'g'lim olib ket demagan ekanlar. Nimaga? Peshona teri qilib topayotgan pulini, qiynalib topayotgan pulini menga yedirib qo'ymasin deb aytmayotgan ekanlar" deb dod-deb yig'ladim.